Afsonaga ko'ra, u bir kuni itini qonga belangan holda ko'radi. U darhol chaqalog'i yotgan xonaga yugurib kiradi. Ichkariga kirsa, beshik ag'dirilib yotgan. Atrofda esa qon tomchilari bor edi. Ammo uning kichkina o'g'lidan darak yo'q edi. G'azabga to'lgan ota iti bolasini o'ldirdi deb o'ylab, qilichni yalang'ochlab va o'z itini o'ldiradi. Lekin it oxirgi nafasini chiqarayotgan paytda xonada chaqaloqning yig'isi eshitiladi. Ma'lum bo'lishicha, bola eshik ostida tirik va sog'lom yotar edi. Uning yonida esa o'lik bo'ri yotardi. Haqiqat shundaki, it bolani himoyalab bo'rini o'ldirgan edi. Lekin xo'jayinini shoshilib chiqargan xulosasi bir umrlik afsus va iztirobga sabab bo'ldi. Bir ishni qilishdan oldin hech qachon shoshilmanglar. Ko'proq qiziqarli va foydali ma'lumotlarni ko'rish uchun profilga obuna bo'lishni unutmang. Videoga esa like bosing.